kerak bo'lgan. Shunday ish bor dedi, shu ishni aytdi. Undan borsak o'tirishgan ekan. Shunday ish desam, qarasam o'g'lim strashniy qizlar o'tirgan ekan. Yoqmadi. Nima qilaman, ketaman desam, sen dogovor qilding, dogovorgacha ishlaysizmi dedi. Dedilar, bo'pti deb ishladim. Kalta yegan kunim ham bo'ldi. Klientlardan kalta yegan kunim ham bo'ldi. Yolg'on aytmayman, jenskiy tarafim yirtilib ketgan mahalda ham ishlagan kunlarim bo'ldi. Doktorga borishmaydi. Hozir matkam og'riydi, buyragim ham og'riydi, doktorga borishmaydi. Hisob-kitob qilishmaydi. Agar kechqurun uxlab qolsak, uyallikda kaltak yeymiz. Attiqni uxtatasizmi deb uradi. Kunduzi ham hamma yig'ishtirib, bu qilib, ish qilmasak urib, ashuna qiladi. Kelganimda telefon ishlattirmas ekan, men bilmasdan telefon ishlatsam, urdi. Nima telefon ishlatasan dedi tag'in.